Assalomu alaykum azizlar. Do'konimizdagi juda ko'p mashinaga skidka e'lon qilganmiz. Hozir shularning summasi haqida ikki og'iz so'zlab o'tmoqchimiz. Eng katta skidkamiz 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan Toyota hamda Mercedes-Benz mashinalarimizga bo'ladi. Balon yumshoq balon ish dosh yopiladi, sizni kojini qilib ishlangan, oldi fari o'chiriladi. Motori har bitta balonga bittadan qo'yilgan bo'ladi. Summasi $110 bo'ladi. Skidka darzida ulgurib qolinglar. Bunaqa summa, bunaqa skidka har doim ham ko'rmaymiz. Dastavkasi faqat alohida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Yana skidka degan modellarimizdan, ana hozir mashinamizdan Samarqand viloyatiga tayyorlab qo'yganmiz. Hozir kurska mashinamdan. Hamda bu mashinamizda hozir buni dastavkasi ichida 1.700.000 so'm navodaga o'zida do'konga olib ketadigan bo'lsanglar 1.5 million so'm qilib beramiz. BMW mashinamizda yo'l tanlama dizaynida ishlangan. Bu katta modelimiz bo'ladi. 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Bu modelimiz ichiga ikkita 2 yoshli bola bemalol sig'adi, bitta bola 4 yoshgacha uchsa bo'ladi. Bu mashinamizda 1.800.000 so'm hamda 1.800.000 dan bu mana bu hamda Toyota mashinalarimizdan ham qilib beramiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Sidiniya koja, salon qismi fleshga o'qiydi, xilma xil muzikalar qo'yislar bo'ladi, kachli funksiyasi ham bo'ladi. Mana hozir ko'ramiz sizlar bilan. Balon yumshoq balon yo'l tanlamaydi. Hop, farasini ham yoqamiz. Farasini yoqqanimizda chiroqlari ham yonadi. Mana ko'rsatib bo'ladi. Oldi labovoyi bilan mana bular hammasi o'chmalarga qilib ishlangan. Tepadagi tumankalari ham o'chmalangan bo'ladi. Pulini 100% oqlaydigan juda ham stoyish modellarimizdan bittasi. 50 kilogacha yuk oladi. 1 yoshdan 7 yoshgacha bitta bola uchun mo'ljallangan mashinamiz bo'ladi. Hamda do'konimizdagi eng ko'p sotilayotgan modelimizda ikkita bola uchun mo'ljallangan 612 mashinamiz bo'ladi. Bu mashinamiz hozir ko'rsatgan Toyota mashinamdan katta hamda salon tomoniga qaraganida rul sentrda mana chapga qochgan bo'ladi. Bu ikkita bola uchun mo'ljallanganligini bildiradi bu mashinamizda. Mana ikkita bola uchun mo'ljallangan. Ichiga ikkita 3 yoshli bola bemalol sig'adi. Bitta bola 7 yoshgacha bo'ladi, 60 kilogacha ko'rishga mo'ljallangan. Ushbu mashinamiz ham eng yaxshilaridan bittasi. Endi aka meni bolalarim kattaroq, do'koningizdagi katta mashinadan ko'rsating degan mijozlarimiz uchun yana bitta skidka e'lon qilganmiz. 816 mashinamiz. Bu modelimiz hozir skidkada ketyapti. Buni ichi 2200 millik o'tdagi uvozlik mashinamiz bilan katta qilingan bo'ladi. Mana saloni juda ham keng. Ikkita 4 yoshli bola bo'tga bemalol sig'adi. Ko'rsanglar bo'ladi. Oldi bular hammasi o'chirilgan qilib ishlangan balon yumshoq balon. Do'konimizdagi eng katta mashinalarning bittasi. Ishlashlar bo'ladi. Ham gaz pedaldan, ham puldan masofadan boshqarsangiz bo'ladi. Batareyga datchigi bor, batareyasi qancha qolganini ko'rsatadi, fleshga o'qiydi. Ham gaz pedaldan, ham puldan masofadan boshqarsangiz bo'ladi. Summasi skidkada 2.600.000 so'm, dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Bu mashinamizni ham 100% tavsiya qilamiz. Ishonchi oqlaydigan, uyaltirib qo'ymaydigan mashinamiz. Pullar anchagina hamyonbop, lekin o'zining tashqi dizayni juda ham katta. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda etap qo'yganmiz. Eng katta uch mashina tugayapti. Yana skidkadagi modellarimizdan hozir shular skidkada ketyapti. Pulini oqlaydigan mashinalarimiz zavodda bez dastavka bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu mashinamizni 1.5 million qilib beramiz, buni 1.600.000 qilib beramiz, buni ham 1.600.000 qilib beramiz. O'zida kelib do'konimizga olib keladigan bo'lsalar, Dagasamizga keladigan bo'lsa, mana bu Urizor bozori stroy gorod bo'ladi. Bu yoqdan Nazarbiy tomonidan kelish, bu yoqdan Abu Sahiy patrulni chiqib ketish bo'ladi. Nazarbiy tomonidan o'tganingizda bu yoq tomondan mana shu yangi tushgan domlarni to'g'risida bo'ladi. Mana bu yerda ikkita tomondan seyanka va shundoq kelsanglar, do'konimizni hozir bu yoq tomondan hozir sizlarga tavsiya qilgan nima 816 mashinalarni dastavka tayyorlab qo'yganmiz. Mana AvtoKit degan do'konimiz mana shu yerda biz joylashganmiz. Bu yerda dastavkalarimiz chiqib ketishda davom etyapti. Mana mana shu kelsanglar, hozirda bez dastavka ham sizlarga chiroyli qilib summalarini kelishtirib beramiz. Kim shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Assortimentimizda juda ham ko'p istalgan modelligi, istalgan yoshligi hamda sizlarning talabinglardan kelib chiqib xohlagan mashinani sizlarga qilib, xohlasanglar Porsche, xohlasanglar Lambo ishlatib ochiladi, Mercedes M5, M-paket. Drift mashinalarimiz hozir skidkada ketyapti bular ham. Ushbu telefondagi aloqaga chiqinglar, qo'shimcha ma'lumotlarni yana ushbu telefonlar orqali ma'lumot olsanglar bo'ladi. Omon bo'linglar, sog' bo'ling.